Assalomu alaykum ovchilar. Xullas kamera o'zim bir qo'lim bilan olyapman, endi nima qilamiz? Media anaqamiz yo'q hali. Xo'p, Yildiz emas, Yildiz Turetskiy brend kompaniya. 60 dan oshiq davlatlar bundan zakaz talablar juda ko'p. Shuning ichida Amerika, Britaniya, O'zbekiston, Rossiyaga juda ko'p talab qilinadi bu kompaniya. Yevropa davlatlari juda ko'p nimasi bor buni. Xullas buni yaqinda oldim men. Alhamdulillah, Alloh taolo yetkazdi o'zi. Manaqa kitobi bor. Kitobini ochib o'qib ko'rmadim hali. Manaqa kitobi bor. Yildiz qo'llanma kelavuzu dedik. Kelavuzu. Yildiz silah sanayi. Firmenni originalniy narsa. Bitta turgan ekan. Danada oldim magazinda. Danada choklari bor mana. Nasatkalari bor. Xullas manaqa nima keladi? Mana kulchida stolda nasatkasini almashtiradigan. Pol cho'q qo'yiladi. Manaqa nasatkalari bor mana. 5 xil nasatka keladi unda. Nasatkalari bor. Yaqin masofaga, uzoq masofaga, o'rta masofaga. Shunaqa nimada kelgan bu mana. O'zim korobkadan ochib oldim buni, alhamdulillah. Olga ham chiqdim bunda. Videolar bor. Yaqinda GoPro kamera bilan miltiqda stol tagiga kamera olaman inshaalloh. Keyin miltiqda mana qilib cho'xol oldimda qo'yib qo'ydim. Chunki shunaqa qilinmasa uzun bo'lib turadi-da miltiq. Hozir chiqaramiz endi birinchi anaqa ko'rinishda mana yog'ochlari yaldirab turibdi. Miltiq yangi. Miltig'imiz yangi. Hozir yaldirab yotibdi, bu quyosh nuri boshqa bo'lib. Olga ketganda yaxshi-da, buni o'rtaga bo'lib qo'yasiz. Motorda bo'lsin, mashinada bo'lsin, o'tirganda yaxshi-da bu. O'rtadan bo'linib qo'yilgan. Mana bu stoli. Miltig'imiz yangi, pachka. Ko'p videolar bor ekan Yildizda. Allohumma barik. Ya'ni dunyo bo'yicha miroviy trend bozorida ovchilik nimasida ancha obro'si bor ekan buni. Xullas mana shunaqa. Jilet manaqa nimalar bor, ovga chiqqanda kiyadigan jiletlar. Hozir miltiqda tuzamanda buni qo'yib davom qilamiz videomizni. Pauza qilib turaman.